Bugun jamiyatda bir kasallik bor. U baland ovoz chiqarmaydi, u qon chiqarmaydi, lekin ichidan yemiradi. Bu ruhiy charchoq. Bugun odamlar kulib yurib, ichidan sinyapti. Hammasi joyida deyishadi. Ishi bor, hayoti joyida, lekin kechasi uxlay olmaydi. Muammo shundaki, ruh og'rig'i ko'rinmaydi. Shuning uchun unga ishonilmaydi. Bir odam charchaganini aytsa, bahona qilma deyishadi. Yordam so'rasa, zaif bo'lma deyishadi. Va odamlar o'rganib qoladi jim azob chekishga. Bugun ko'pchilik kuchli ko'rinishga majbur. Chunki bu jamiyatda charchaganingni tan olish uyatga aylangan. Shu sababli odamlar yordam so'ramaydi. Ular faqat sabr qiladi va bir kuni ichidan qulaydi. Eng xavflisi ruhiy azob sekin keladi. Odam sezmaydi, faqat bitta gap ko'payadi. Charchadim. Lekin u charchoq jismda emas. U yurakda. Bugun dunyoda millionlab odamlar yolg'iz emas, lekin o'zini yolg'iz his qilyapti. Atrof to'la odam, telefon to'la xabar, ammo gaplashadigan yurak yo'q. Shuning uchun do'stim, agar kimdir jim bo'lib qolgan bo'lsa, uni muammosi yo'q deb o'ylama. Ba'zan eng og'ir azob eng jim odamning ichida bo'ladi. Va yana bir narsa, agar sen o'zingni charchagan his qilsang, bu zaiflik emas, bu signal. Ruh ham dam olishni xohlaydi. Ruh ham eshitilishni xohlaydi. Jim azob bilan yashash kuch emas. Yordam so'rash mag'lubiyat emas. Eng katta jasorat o'zingni yo'qotib qo'ymaslik.